Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan duxovkada vitaminlarga boy bo'lgan mazali bahoriy ko'k somsa tayyorlaymiz. Ishimizni somsani xamirini tayyorlashdan boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 250 mg oddiy sovuq suv qo'yamiz. 1 yoki 1,5 choy qoshiq atrofida tuz solamiz. 2 choy qoshiq zaytun yog'i qo'shamiz. Zaytun yog'i bo'lmasa, o'rniga boshqa turdagi o'simlik yog'laridan foydalanishimiz mumkin. Tuzlari erigunigacha yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi buni ustiga oldindan elaklab qo'yilgan taxminan 500 yoki 600 gram atrofida un qo'shamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Unni turiga qarab, grammi, ya'ni miqdori o'zgarishi mumkin. Qorilgan xamirni yaxshilab mushlab, xamir bilan ishlab olishimiz kerak. O'rtacha qattiq yumshoqlikda silliqqina xamir bo'ladi. Tayyor xamirni paketga solib, yarim soat davomida xolodilnikka yoki stol ustida tindirishga qoldiramiz. Xamiri tingunigacha ichiga solinadigan masalliqlarni tayyorlab olamiz. Har xil ko'katlardan foydalanishimiz mumkin. O'zimiz yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan ko'katlardan mayda qilib to'g'rab tayyorlaymiz. Ismaloq, yalpiz, aralashma ko'katlar, ukrop bilan koriandr, yashil piyoz ishlatdim va oddiy piyoz bilan 1 dona pomidor. Hammasini mayda qilib to'g'raymiz. Aytib o'tganimdek, hamma o'zi xohlagan har xil ko'katlardan foydalanishlari mumkin. Juda ham vitaminlarga boy, mazali bo'ladi. Aralashma salatlarga ishlatiladigan ko'katlardan ham foydalanganman tayyoridan. Va ismaloqni ham mana to'g'radik mayda qilib. Ukrop bilan koriandr xohishga ko'ra, xohlamaganlar qo'shmasa ham bo'ladi. Va yashil piyoz qo'shdim birozgina. Endi oddiy piyozni yirikroq bo'lsa 2 dona, maydaroq bo'lsa 4 dona ishlatamiz va mayda kubik shaklida to'g'rab olishimiz kerak. Va 1 dona qattiqroq, yirikroq pomidorni ham mayda qilib kubik shaklida to'g'raymiz. Somsalar sochli bo'lib, juda ham mazali chiqadi pomidor qo'shsak. Endi hamma tayyorlangan ko'katlarni katta idishga joylaymiz. Piyozini eng oxirida qo'shamiz, chunki ustiga qizdirilgan yog' qo'shiladi. Tabimizga ko'ra tuz bilan ziravorlar qo'shamiz. Tuz, kashniy churug'i va murch qo'shdim, ya'ni qora qalampirni maydalangani. Va endi ustiga qizdirilgan 150 mg o'simlik yog'i qo'shamiz. Piyozni biroz o'ldirib yumshatadi. Yaxshilab aralashtiramiz. Nachenkasi tayyor. Xamirni tayyorlagunimizgacha ustini yopib chetga qo'yib turamiz. Bu arada xamir tindi. Xamirdan teng 10 ta bo'lak bo'lib olamiz. Bir xil o'lchamda. Va chiroyli qilib zuvalachalar yasab olamiz. Tayyor qilingan zuvalalarni keyin ustini yopib, bitta-bittadan olib yoyishni boshlaymiz. Mana tayyor qilib bo'ldik zuvalachalarni. Endi stolimizga birozgina un sepib yoyishni boshlaymiz. Taxminan 22 yoki 24 sm aylana, ya'ni o'lchamda kattalikda yoyib olamiz chuva yordamida. Manti yoki chuchvarani xamiridan birozgina qalinroq qilib yoyamiz.
Xohlovchilar xamirni katta qilib yoyib, mantiga kesilgandek qilib kesib, somsalarni to'rtburchak shaklda tayyorlashlari ham mumkin. Xamir qalinligini ham ko'rsatib o'tdim. Hammasini xuddi shu tarzda yoyib tayyorlab olamiz. Va endi yoyilgan xamirlar ustiga teng miqdorda qilib tayyorlab qo'yilgan ko'katli masalliqdan ko'p-ko'p qilib solamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib yarim oy shaklida tugib olamiz. Xamir chetlari agar qotsa, birozgina suv surib yopishtirishimiz mumkin. Va chetlari pishganda ochilib, ichidan suvlari chiqib ketmasligi uchun ikkita chetini zich qilib yopib olamiz. Xuddi shu shaklda o'rab chiqamiz. Tayyor tugilgan somsalarni oldindan qog'oz to'shab tayyorlab qo'yilgan patnisga terib chiqamiz. Hammasini xuddi shu tarzda tugamiz va bu arada duxovkani ham tepa pastini baravar qilib yoqib qizdirib qo'yishimiz kerak. Somsalar chetini yaxshilab zichlab tugamiz va xavotir olmasak bo'ladi. Mana shu tugilgan chetlari qalin bo'lib qolmasdan yaxshi pishadi. Mana hammasini tugib tayyorlab bo'ldik. Endi tayyor somsalarning ustiga birozgina suv surib chiqamiz. Qizdirilgan duxovkada taxminan 220 gradus atrofida 15-20 daqiqa davomida pishirishga qoldiramiz. Tezda pishib chiqadi, yana ham duxovkalarning turiga qarab pishish vaqti yoki gradusi o'zgarishi mumkin. Pishib chiqqan somsalarni issiq paytida ustiga sariyog' suramiz va somsalar tayyor. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Mazali, to'yimli va vitaminlarga boy bo'lgan somsa. Xamirlari ham yumshoqqina bo'lib, mazali bo'lib pishadi. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariy yozib qoldirish esimizdan chiqmasin. Yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.